Qatnashılan hürmetli mehmonlar, ota-onalar, sizlarning bugun bog'chimizdagi kichik farishtalarning xushorlik bilan o'tkazgan bayramni tabriklash faoliyatimizga qadam tashrif qilganliginglarga chin qalbimdan rahmat. Bog'chimizda kichik do'stlarning musha asridan qo'shilish hodisida ma'nilik o'tkazgan 1-iyun bolalar bayramini qizg'in tabriklayman. Bog'chimiz qurilib 1 yillik musofirini o'tdi. Bu jarayonda shahrimizdagi har darajalik partiya, hukumat rahbarlarining jamiyatga har so'nggi o'rtaning ota-onalarning yordam berishi, qo'llab-quvvatlashidan birgadan mukammal o'qitish, tarbiyalash sharoitiga ega, kasbiy sohasi birqadar yuqori bo'lgan o'qituvchilar qo'shilib bo'lgan bog'cha aylandi. Hozir bog'chamizda 165 nafar o'quvchi bor sinfda tarbiylanmoqda. Bog'chamizda 23 nafar o'quvchi xizmatchi bor. Bog'chimiz kichik do'stlar 1-iyun bolalar bayrami munosabati bilan oblastlik, viloyatlik, shaharlik ayollar birlashmasi uyushtirgan bog'dan qo'yishlar san'at musobaqasiga tarafdan o'tish, oilaviy qiziqarli gençimizlar shon sharaf keltirdi. Bog'dan qo'yishlar musobaqasida o'quvchilar o'rinlagan Sharmurda qizi usullik nafsi 3-darslik mukofotlar 10 kishi qizlar o'rinlagan kichik do'stlar usullik nafsi Munavvar qo'llash mukofotiga erishdi. 61 kishilik Murat qo'shinimiz 6-ayning 1-kuni shaklini chiqarib 3-darslik mukofotga, rasm qo'lashtirish bo'yicha mohirlar 1-darslik mukofotga, kuch-quvvat yugurish, to'p to'xtatish turdagi mohirlar 4-darslik mukofotga, mo'g'ul terish, shar yutkash bo'yicha mohirlar ilhomlantirish mukofotiga erishdi. 1999 yil 5-ayning 28 kuni 1-iyun bolalar bayramini tabriklash munosabati bilan bog'cha maydonida ota-onalarga bolalarning bog'cha qurilgandan buyangi o'rgangan bilimlari, shundaqla o'qituvchilarning 1 yillik xizmat xulosasi doklad qilindi. 1999 yillik oblast, viloyat, shahar bo'yicha o'tkazilgan bog'cha bolalarining baj lo'nqisi shakl chiqarish musobaqasida 3-darajaga erishdi. 1999 yillik oblast bo'yicha 1-iyun bolalar bayrami munosabati bilan o'tkazilgan bog'chalar ara bog'dan va xunchilar san'at musobaqasida 3-daraja bo'lib mukofotlandi. 1999 yil 8-ayning 20 kuni Shimoliy Shinjongdan kelgan yasli vakillar o'migi yaslining har qaysi taraflarini ko'zdan kechirdi ham tekshirish ilib bordi. Yıl 5-ayning 28 kuni ayollar birlashmasi uyushtirgan shakl chiqarish musobaqasida Munavvar mukofotiga erishdi. Yılı 6-ayning 1-kuni 1-iyun bolalar bayramini tabriklash faoliyati o'tkazdi. Bu faoliyatga shaharning munosabatli rahbarlari, har qaysi jaslilarning mudirlari, ota-onalar bo'lib 200 ga yaqin kishi qatnashdi.
2000 yil 6 ayda Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining muavin raisi Mijit Nasr aka, Eli Qazaq Abdunum oblastining muavin boshlig'i Savirdin Umar aka, shaharlik partiyamning shujisi Hasan Ibrohim aka qatorliq rahbarlar qadimiy makon Farishta bolalar bog'chisini ziyorat qildi va qimmatli fikr takliflarni berdi. 2000 yili 12 ayda sobiq Eli viloyatlik ma'rif idorasi qadimiy makon Farishta bolalar bog'chisini tekshirib o'tkazgandan keyin ijtimoiy kuch bilan maktab etish bo'yicha 1-darajalik bolalar bog'chisi degan sharafli nomga erishdi. yili 12 ayning 24 kuni bog'cha qurilganligining 3 yilligini xotirlash va yangi asrni kutib olish faoliyati o'tkazildi. Kimin birinci yili 3 ayning 8 kuni oblastlik ayollar birlashmasining o'rinlashtirishi bilan konsul klubida 8 mart ayollar bayrami munosabati bilan o'tkazilgan yaslilar ara kiyim modeli musobaqasida qadimiy makon Farishta bolalar bog'chisi alohida daraja mukofotiga erishdi. yili 11 ayning 18 kuni G'o'ja shaharlik ma'rif ishchilar uyushmasining tasdiqlashi bilan bog'chada 17 kishidan tarkib topgan ishchilar uyushmasi komiteti qurildi. 2002 yili 3 ayda Eli Qazaq Abdunum oblastlik ma'rif idorasi tarafidan qadimiy makon Farishta bolalar bog'chisiga ijtimoiy kuchlar boshqarishidagi ilg'or kollektiv degan nomni berdi. 2002 yili 4 ayning 18 kuni Eli Qazaq Abdunum oblastlik ma'rif idorasi tarafidan yasli qurg'uvchi Mantimin Hajimga maktab qurishdagi ilg'or shaxs degan guvohnoma taqdim berdi. yili 8 mart ayollar bayrami munosabati bilan ayollar birlashmasi uyushtirgan o'qituvchilar ara o'tkazilgan musobaqada bog'chimizning o'qituvchilari 2-darajaga erishib maktabimizga shon sharaf keltirdi. 2003 yili 5 ayda G'o'ja shaharlik kichik fuqarolar axloq qurilishi planiga rahbarlik qilish guruhi qadimiy makon Farishta bolalar bog'chisiga kichik fuqarolar axloq qurilishi planidagi o'lgi ko'zitish bazasi degan nom berildi.
Assalamu alaykum. Ekran aramgahi universal programmamizning muhtaram tomoshabin do'stlari, ekran oldidagi zo'qman ko'rurmanlar, suyimli kichik do'stlar, barliqingizga programmamiz orqali yangi yillik oliy salom yo'llayman. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. 2003 yil 12 ayning 27 kuni qadimiy makon Farishta bolalar bog'chisi yangi yilni kutib olish munosabati bilan Eli televiziya stansiyasining ekran aramgahi programmasiga qatnashib, Atallohga shundaqla G'o'ja shahridagi butkul xalq omasiga bolalarning har xil san'at faoliyatlari, shundaqla bog'chada o'rgangan bilimlari zehn sinash tariqasida ko'rsatilib, Atallohning qizg'in olqishiga erishdi. Ashpeshligicha koni yilni uzitib, mana yangi yilni kutib olmoqdamiz. Balkim kichik do'stlar, koni yilni yaxshi natijalar bilan uzatgansizlar. Undaqda yangi yilga quruq kelmagansizlar. Mana biz bugun bu yerda Farishta yaslisini, bu yerda o'ltirgan mehmonlarga texnik keng doirada tashviq qilish uchun qisqagina bir suhbat yapmoqchimiz. Kenamsa hammamiz qizg'in olqishlar bilan suhbat ishtirokchilarini sahnimizga taklif qilaylik. Kenamsa sahning ber hemen. Hajikan bugun siz mushundaq bir yaxshi fursatdan foydalanib, o'zingizning qanday sharoitda, nimaning turtida mushundaq bir Farishta yaslisini barliqqa keltirishni o'ylab qolganligingizni bir so'zlab berganman. Ben Farishta bolalar bog'chisini qurganligimni tarixdagi ma'rifni qo'llagan, ma'rif uchun qon tarini tökkan ajdodlarimninki ro'yiga varislik qiladigan ishlarning bir turi deb o'ylayman. Demak, ilidagi bir bo'shliq yasli ma'rif. Yasli qurishga o'ylandim. Biroq yaslida biz oddiy qaraganimiz bilan yaslining muhimligini hozir tushunib yetdik. Yasli ma'rifning roli asosiy. Yani shu vaqtdagi o'ylagan o'yim balki hozir o'ylasam xato chiqmagan. Bog'chimiz bizningki G'o'ja shahridagi shaxsiy kuchda oshgan bir milliy bolalar bog'chisidan iborat. Bizningki Farishta bolalar bog'chisiniki mayli qattiq detal qurilishi bo'lsin yoki yumshoq detal qurilishi bo'lsin, umumiy asosiy jihatdan bizningki shu davlatninki ham munosabatlik talablariga, ham shahrimizningki munosabatlik talablariga asosiy jihatdan muvofiq keldi. Siz de bakan bo'lsangiz, mush maktabinglardagi, ya'ni mush Farishta bolalar bog'chisini o'qib, sizlarning maktabga qabul qilingan saboqdoshlarning hozirgi o'rganish ahvoli qanday? Endi maktabimizdagi mush Farishta bolalar bog'chisini bitirgan 90 nafar o'quvchidan hozir birinchi yillikda 51 nafar o'quvchi bor. İkinci yıllıkımızda 49 nefar okuyucumuz var da. İkinci yıllıktaki 49 nefar okuyucunun ki 95%'i asasen dersi yaxşı balla. Dersi yaxşı balla. Yani biz yılda bir ketim 10 nefar okuyucunu bekitip çıkımızda, mavsum bir bekitip yıllık bir kulağız çıkarımız. Ve her kaysi sınıflardaki her bir sınıfta 10'dan çıkıdı. 10 nefar okuyucu bulup. Yani muşu okuyucularının köprek sanını muşu Farishta balla bog'chisini okugan balla. Ahırdan köpçülükü de bakan bolsanız, sizin yana qandaq güzel arzu armanlarınız var. Şu yaslini yana bunun dinken qandaq terakki qıldırış oyunuz var. Şart bir sözlep etsin. Mama Örümcedeki alaydı bir yasli bilen alaka ornattım. Bu yaslininki Örümcedeki şikirdiler, çoğun şehirlerdeki alaydı yaslilerden birleşken halakaralık okutuş uslubunu ipnin vatkan bir yasli. Bana ben şu yaslinin örnekini epkilip, endi ben yaslinin süpetini bir derece götürüp, yaxshi sharoit, yaxshi muhitdan bolalarni ta'lim tarbiya eylab, bolalarni Şinjandagi butun xalq o'ylaydi, ilini ziyorat qilish kelishni orzu qiladi. Chunki ili farishtalar makoni, farishtadek odamlar barpo bo'lgan o'rin deb demak to'g'ri. Hammamiz o'ylaymiz, mush kichik farishtalarni tarbiyalab kelgusida farishtadek pok, saf ko'ngil, aqlli avlodlarni tarbiyalash uchun cho'qim tirishamiz. Ko'pchilik rahmat. Rahmat. Belki bir yerde oltağın barlıq mehmanlar manga o'xshash hissiyatda ma'rifatparvar kishimiz Memtimin Tevekkül hojimning bu xil ro'yidan texnik cheksiz suyundi, faxrlandi deb o'ylayman. Hammamiz bilamiz, ma'rif amaliyada shundaq kuchli tashviq qilinayotgan, shundaqla ma'rif bizning shundaq zo'r umidlarni kutayotgan bugungi kunda
Biz ishonimizki, farishta bolalar bog'chisi cho'qim biz kutgan, ammo e'tirof qiladigan, shundaqla bolalarimiz kunda aldirab mangadigan yaslilardan bo'lib qoldi. Rahmat sizlarga. Kapında işimle, deli miyim elimde çiçekler. İnanamıyorum ben bile kendime, inanamıyorum el alem ne der. Deli miyim kapında işimle. Gözlerin var ya hani deli dolu, sözlerin var ya uçuk kaçık hallerin var ya, ona takıldım da böyle kapıldım. Senin o şekil saçların var ya o şekil. Assalamu alaikum. Ve alaikum assalam. Uy dostlarım, sizler kelip kapsılargı? Biz so'nggi bilim bergan bog'chimizga so'g'it tayyorlab keldik. So'g'imizni qabul qilamiz. Sizlarning so'g'inglarni hammamiz birlikda ko'raylik. Qani marhamat. Farishta bolalar bog'chisining bugungi bu faoliyati mushu yerda oxirlashdi. Xayr, programmamizning kelar sonida ko'rishguncha omon bo'laylik. Do'stlar, xayr xo'sh, yana bir yangi ko'rishaylik. Xayr xo'sh.